Assalomu alaykum, hurmatli YouTube tomoshabinlari. Echkilar Rus TV kanaliga xush kelibsizlar. Yuzimni ko'rsatmaganimga xafa bo'lmaysizlar, chunki men uzoq safardaman. Ikkita narsa maslahat berib o'tib ketmoqchiman. Birinchi o'rinda echkilar haqida ma'lumot, ikkinchi o'rinda ko'pchilik hozirgi kunda YouTubedan pul ishlashga, daromad topishga qiziqishyapti ekan. Ko'p videolarda ko'ryapman, lekin tushunishmayotgan, yo bo'lmasam har xil videolarni qo'yishayotgan bo'lsa ham hali qandaydir foyda yoki obunachi yig'ib to'plash olmayotgan. Shu hisobiga meni boshqa kanallarim ham bor, YouTubedan pul ishlaydigan. Birinchi o'rinda echkilar haqida maslahat berib o'tib ketadigan bo'lsam, men xohlardimki har bitta xonadonda hech bo'lmaganda bitta suti bor echki bo'lishini xohlardim. Sababi chunki vaqt soat keladi, qatiq yegingiz keladi yoki sut ichgingiz keladi, magazinga borasiz, magazindan sotib olasiz. Endi magazinda ximikat deb hali men fatvo berganday bo'lib qolmayu, lekin har holda jivoy uyingizda uyingizda boqib katta qilgan hayvoningizni sutini ichish menimcha yaxshiroq bo'lsa kerak deb hisoblayman. Shuning uchun uyingizda bitta echki bo'lsa, masalan 2 litr 3 litr o'rtacha sut beradigan echkilardan olsangiz, uyingizdan chiqqan po'choq yoki shu keraksiz ortib qolgan ovqatlarni yegan holatda o'zi kuniga 2-3 litrdan sut bo'ladi. 2-3 litr sutni masalan qatiq hisobiga hisoblaydigan bo'lsak, 1 litrdan kichkina kosachada 3 ta 4 ta kosada qatiq chiqadi. Shu agar 2 litr beradigan bo'lsa, 8 kosa qatiq bor degan. Masalan, sizdan ortib qolgan taqdirda ham suzma qilib qo'yib, qurut qilib yesangiz bo'ladi yoki suzma qilib yesangiz bo'ladi. Asha taraflari bor. Keyin ikkinchi echki haqidagi tushuntirishim, ko'pchilik echkini YouTube'larda ko'rib qimmat, arzon deb farqiga borishmagan hisobiga shunday deb aytishyapti. Masalan, mana shu hozir ko'rib turgan echkilaringning ichida 1.250.000 so'mdan eg'i 5 milliongacha bo'lgan echki bor. Bittasi bor, o'zim uchun rosa yaxshi ko'raman. Unisini narxi yo'q, lekin o'rtacha bozor hisobiga hisoblasam 5 million hisobladim. Chunki u echkimiz ikkinchi tug'ishi xudo xolisa yaqin 1-2 oy ichida tug'adi, videosini qo'yib boraman. U echkimiz birinchi tuqqanda ikkita bolasi bor yonida, taka tuqqan. Ash holatda 2 litr 2,5 litrdan sut sog'ib olganmiz. Shuni hisobiga 5 million narx aytyapman. Lekin sotilmaydi, shunchaki o'zimcha bozorga qaragan holatda narx qo'yaman. U zanen sortli, mana hozir ko'rib turgan bo'lsangiz, gapirayotgan holatida 3 tasi yonma-yon turibdi. Ana shular o'rtada turgani, ikkinchida turgani hozir u yoqqa o'tib ketdi. Ana shu echki ikkinchi qoringa ham homilador. Hozir tug'sa bu safar 3-3,5 yoki 4 litr sut berishi mumkin. Keyin birinchi tug'ishida ikkita tuqqan, может 2 ta yo 3 ta, xudoning bergani, nechta tug'sa ham ana shu echkining narxini 5-5,5 millionga bozordan olsa bo'ladi demoqchiman. Chunki men uni kichkina holatda uloqchaligida 3,5 million so'mga sotib olganman o'zbek so'mda. Hozir mana eng chekkada turibdi, mana shu yaqinlashtirib ko'rsatyapmiz. Ana shu echki 5 million o'rtacha bozorda narxi shunaqa. Uni yonida turgan echki 1,5 million so'mga olingan, yunga o'sib ketgan echki. Endi unga ham 5-4 oy vaqt bo'ldi. Yonida shoqli turgan echki 1.250.000 so'mga olingan. Mana bu eng chekkada hozir mana ko'rsatayotganimiz, bu ham xudo xolisa 5-10 kun ichida tug'ib qoladi. Bunisi toshgan echki 2.350.000 so'mga olingan 5 oy 6 oy oldin. Xudo xolisa bu ham tug'ib qoladi, ko'payib ketadi. Nimaga echki boqish kerak uyda deyapman. Ne tolka sutini ichib qatuq qilib, undan tashqari masalan chaqaloqlarga sutini bersa bo'ladi. Masalan, onasining sutida qanaqadir infeksiya yoki qanaqadir muammosi borligi, qariyalar ichsa bo'ladi, immunitetni zo'r qilib ko'taradi. Masalan, men o'zim 2019-yilda koronavirus bo'lib tuzalgan bo'lsam, immunitetim nolga tushib ketgan. Shundan beri echki saqlab, uyda echki suti ichib yuraman. Shu banisida yotganda jigar-pigarlarim og'rib qolganda essensial degan ukor qilishardi. Uyga kelgandan keyin masalan echki sut ichgandan keyin o'zi jigar og'rigan odam biladi. Echki sutidan 3 kun ichganimda og'riq umuman sezmay qo'ydim. Ishonmasangiz sinab ko'ring. Shu jigarda og'rig'i borlar yo qanaqadir muammosi borlar ham ichib yurishsa juda foydasi katta.
Keyin men narx-navolarni aytib o'tdim echkilarni, masalan bu yerda shu 1.250.000 so'mdan sotib olganman, u yog'i 5 milliongacha dedim. Lekin bu echkilar hech qaysinisi sotilmaydi. Xudo xolasa astoydil harakat qilib shu kattagina qilib qurdim. 90 ta 80 ta yaqin sig'argan. Xudo nasib qilgan bo'lsa 90 ta 80 ta olish niyat bor. Prosta shunchaki echki haqida tushuncha bo'lsin sizlarda degan maqsadda shu videoni tayyorladim. Keyin shu bozorga borganingda ham qaysi echkini qanchaga olishi farqiga borib tushunib olishing uchun haqiqatdan 2-3 litr suti bor echki bo'lsa, og'rinmasdan 3-4 million 5 millionga og'rinmasdan xotirjam rizochilik bilan olsanglar bo'ladi. Chunki o'zini o'zi qoplaydi, rahmat aytasizlar egasiga agar haqiqatdan aldamasdan sizlarga o'sha 3 litr 4 litr suti bor echkini bersa, bemalol olsanglar bo'ladi. Keyingisi YouTube'da ko'pchilik YouTube kanali ochishyapti ekan, qanaqa video qo'yishni bilmayotganlarga bitta o'zingizga birinchi o'rinda yo'nalish topishingiz kerak. Masalan, har kuni videoga olsangiz, video tugab qolmaydigan video bo'lishi kerak. Masalan, men yashirmayman, boshqa kanallarni pul ishlashdi, lekin echki yo'nalishini tanlaganimning sababi echki haqida kamdan kam videolar chiqib turar ekan. Shu hisobiga xudo xolasa bundan beriga постоянно echki narxlari, echkini sog'ligini, bolachalari har xil videolarni qo'yib boraman. O'shaning ichida YouTube haqida ham tushunmagan savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirsanglar, tushuntirib o'tishga harakat qilaman. Doim sog' bo'linglar, uyingizda har doim hayvon uzilmasin. Bu menimcha shaharda yashaydiganlarga tegishli gap emas. Qishloqda yashaydigan odam agar uyda hayvon bo'lsa, tovuqmi, qo'ymi, echkimi, molmi, 7 xazinaning biri. Hammangizga omad tilayman. Like bosib, podpisatsiya qilib qo'yishni unutmaysizlar. Sababi yangi kanalimiz, bu kanalimiz yangi, qo'llab-quvvatlab podeshkaga chiqib borasizlar degan umiddaman. Hammangizga kattakon rahmat. Sog' bo'linglar. Qanaqangidir tushunmagan savollaringiz yoki fikrlaringiz bo'lsa, bemalol yozib qoldirishingiz mumkin. Men buni chin yurakdan gapiryapman. Hali hamma o'zini foydasi uchun gapiradi. To'g'ri, men foydalanaman sizlardan. Shu videoni ko'rayotgan odamlar qanaqa videoyimni ko'rganingizdan foyda topaman xolos, lekin ko'p YouTube'da blogerlar masalan haqiqatni gapirishmas ekan. Haqiqatni gapirishga harakat qilaman. Shu qanaqadir yo'nalishlar bo'lsa, hali masalan 2 millionlik echkining narxini 7 million yoki 1 millionlik echkini 4,5 million, unaqa gap so'z yo'q. Xudo xolasa hamma narsani rost gapirib qo'yishga harakat qilaman. Hammaga omad, sog' bo'linglar.